Assalomu alaykum do'stlar. Bu uyda bir go'zalligini qaranglar. Fayzni qaranglar do'stlar. Ha, xolami deylar, shunaqa chiroyli xonadonni. Lekin bitta nozik joyi bor. Bu xonadonni haligi ko'rkiga ko'k qo'shib turgan mana shu tunuka fonlarimiz bo'ladi do'stlar. Bu qaranglar go'zalligini. Buni hozir shuni ishini ustalaridan, o'zlaridan so'raymiz do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Endi shu biz hozir uylarni remontlar qildiraman deyotgan do'stlarimiz bor, ko'rib turishdi-da. Shularga hozir bir qator bu tunuka fonlar bir tushuncha berib qo'ysiz, qanaqa bo'ladi? Xizmatlar qanaqa bo'ladi? Uni o'zingizlar olib kelasizlarmi yo? Assalomu alaykum, yurtdoshlar, yaxshimisizlar? O'sh xalqi. Ana O'shdagi ishimiz bitkazib berdik, xudo xolasa chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa fason kerak bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz, xudo xolasa. Bundan boshqa fasonlar ham bor. Ularni ham chiroyli narxda kataloglari bor sizlarda. Do'stlar qilib beramiz. Misol, bu shu uyda egasiga yoqqan bir fason. Endi sizlar bizga manaqasi kerak deb turib, o'zingizlarda katalogi bo'lsa, olib kelsanglar, uni ham qilib berishadi, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yoki bularda o'zlarida ham variantlari bor. Ya'ni shunaqa tunuka fonlar va tashqarilariga ham qilgan ekan mana. Do'stlar, tomonlarimiz polностью mana. Tunuka fonlar va ishonchli, xudo xolasa hijoat garantiyalar beriladi. Materiallardan qanaqa o'zlari berishi? Material yo'q, o'zimizdan bo'ladi. O'sha 1300 dan 3000 ga bo'ladi. Materiallarni olib kelamiz, lisa, oziq-ovqat hammasi o'zimizdan bo'ladi. Ha, oziq-ovqat ham o'zingizlarda. Do'stlarim, qaranglar, oziq-ovqati ham o'zingizlarda. O'zlaridan ekan. Shu monovi materiallari ham. Endi sizlar shu zakaz qilib shu ish topshirib va primat qilib olish ekan do'stlarim. Va O'shda Liboy Qirg'iziston tochkasiga bora olasizlar, to'g'ri? Do'stlar, O'shdan ko'ryapsizlar, balkim Jallovot, Uzgen, Noqat, Aravon qayerdan bo'lsa ham 7 oblast deydimi? 500 kvadratdan oshiqroq chiqsa aka, kelishtirib bu aksiyalar mana bonuslari bor. Ana kelishtirib beramiz. Bunaqa variantlari ham bor ekan, mana yengillik do'stlarim sizlar uchun. Xudo xolasa zo'r qilib berishadi. Tunuka fondan tashqari yana qanaqa xizmatlar bor? Bizda aka jiddiy travertinimiz bor. Xudo xolasa endi bu yoqda boshlaymiz. Bu yoqda bitkazib bunaqa videoga tortamiz. Inshaalloh. Do'stlar, bular hali unga endi kelishdi bu ishga. Ya'ni bu videolarda ham men sizlarga aytib qo'yapman. Bemalol shu video orqali ko'rsanglar, o'zlarining akalarimizni qilgan xizmatlarini mana chiqarib qo'yapmiz. Ko'rib, to'g'rilab, bularda ham xuddi albatta sizlar aytgandek kataloglar bo'ladi. Kataloglarni ko'rib, narxini ham aytib qo'ying. 8 so'mdan boshlanadi travertin narxi, 1,5 mingga to'r. Keyin bagetlarni bonusda qo'yib beramiz. Bonus ichiga kirib ketadi. Leysa, uni ham oziq-ovqat hammasi o'zimizdan bo'ladi. Hamma yo'q o'zidan do'stlar. Travertin bo'ladimi, tunuka fon bo'ladimi? Do'stlar, aytaverasizlar, raqamlarimizni yozing. 0552